O'ylab gapir. Boyvachchi, puling ko'p bo'lsa o'zingga xommi? Ha. Ha, Ramazon aka sizni so'rab ketdilar. Ramazon? Ha, Ramazonman deyaptilar. Ha, bo'pti, kirsinchi. Aka kiravering. Yaxshimisan, Abdulhay? Ne o'zing Ramazonman deb tanishtirding? Endi bir eslatib qo'yay dedim-da. Iye, nima bu? Yil mobaynida sen xabar olmagan qarindoshlaring ro'yxati. Bir yilda bir marta bo'lsa ham yaqinlaring holidan xabar olmabsan. Lekin boshqa bayramlarda o'zingga o'xshagan boyvachchalarni so'ramasa ham qimmatbaho sovg'alar bilan ko'nglini olish bilasan. Nima qildiysan? Ramazonda yaqinlarga ham hadya ber. O'zlariga biror bir foydali narsalarni olganda ko'nglini olish kerak hozir. Shunaqa fursat o'zi. Bo'pti, yur bir joyga boraylik bo'lmasa. Ha, ketdik. Demak, hammaga olindi-da. Hammaga olindi. Ketdik. Akajon orqamizda yuraverasiz. Iye. Bu kimniki qolib ketdi? Do'stimiz Zafarga kompyuterim buzilib qoldi deyatdi. Loyihalarini ham vaqtida topshira olmayotgan ekan. Zo'r hadya bo'ladi-da. Ha, yaxshi. O'zing topshirib qo'yarsan. O'zing berasan. O'z qo'llaring bilan topshirib kelasan. U birinchi boshlagan. U boshlagan bo'lsa, sen tugatasan. Ramazonda shunaqa turadigan bizga. Qanaqa Ramazon bo'ldi bu? Eng yaxshisi o'z qo'ling bilan topshirasan-da, hadya qilasan. Hadya ko'ngillarni yumshatadi. Bora qol. Ramazon muborak bo'lsin. Hadya berishda ham, uzr so'rashda ham ortda qoldirding-da meni. Aslida Ramazon ortda qoldirdi ikkalamiz ham. Iye, Abdulhay. Yaxshimisan, Zafar? Qalaysan? Olmaysan buni? Rahmat. Hey, ro'yxatda bitta odam qolib ketibdi. Kim? Menda? Hech narsa olib bermading-ku menga? Ajoyibsan-da, Abdulhay. Olib berasan-a? Albatta olib beraman. Boringlarga shukr. Ramazon muborak bo'lsin do'stlarim. Ramazon muborak bo'lsin. Ramazon muborak bo'lsin. Ketdi ichkariga. O'zingga shukr.